Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Agar siz 75 yoshdan oshgan bo'lsangiz, pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, buyingiz, bobongiz pensiyada bo'lsa, bu ma'lumotni o'tkazib yubormang. Sentyabr oyida ko'pchilik pensionerlar uchun yoqimli moliyaviy imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Kimdir pensiyasini qayta hisoblatib, qo'shimcha pul oladi. Kimdir o'ziga tegishli imtiyozdan foydalanadi. Kimdir esa oldin bilmagani uchun olmay yurgan to'lovini rasmiylashtiradi. Men bugun sizga oddiy tilda kim nimaga e'tibor berish kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak, qaysi holatda pul chiqadi, qaysi holatda chiqmasligi mumkin, hammasini batafsil tushuntirib beraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam o'z haqqini oladi. Kech eshitilsa, oylar davomida pul yo'qotishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar masalasida har bir so'm muhim. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, nevaralarga yordam, hammasi pul talab qiladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini bir marta tayinlatadi va keyin yillar davomida mening pensiyam shunaqa ekan deb yuraveradi. Ish staji qo'shildimi? Ish haqi bo'yicha yangi ma'lumot topildimi? Nogironlik holati o'zgardimi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquq paydo bo'ldimi? Yolg'iz yashash holati bormi? Parvarishga muhtojlik bormi? Kommunal yoki ijtimoiy yordamga asos bormi? Bularning ko'pini odamlar tekshirilmaydi. Natijada qonun bo'yicha olishi mumkin bo'lgan pulni olmay yuradi. Endi nima o'zgaryapti? Eng katta o'zgarish shuki, bugun ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Ish staji, rasmiy ish joylari, ayrim to'lovlar, imtiyozlar, bank kartalari, ijtimoiy reyestrdagi ma'lumotlar. Bu pensioner uchun imkoniyat degani. Chunki agar oldin bir hujjatni topish uchun arxivma-arxiv yurish kerak bo'lgan bo'lsa, hozir ayrim ma'lumotlar pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki maybek.uz orqali tekshirilishi mumkin. Lekin juda muhim joyi bor. Tizimning o'zi hamma narsani avtomatik berib yuboradi deb o'ylamang. Ko'p holatda ariza aniqlashtirish, qayta hisoblashni so'rash yoki ma'lumot kiritishni talab qilish kerak bo'ladi. Men sentyabrdagi moliyaviy sovg'a deganda faqat bir martalik pul tarqatiladi, hamma pensionerga bir xil summa tushadi demayapman. Men sizga real hayotda ko'p uchraydigan yo'nalishlarni tushuntiryapman. Pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha stajni kiritish, kam baholangan ish haqini aniqlashtirish, ijtimoiy yordam va subsidiya, imtiyozli xizmatlar, bank orqali beriladigan bonus yoki nafaqaxo'rlar uchun qulay to'lov tartiblari. Bularning har biri alohida kichik tuyulishi mumkin, lekin yig'ilganda pensioner oilasi uchun sezilarli pul bo'ladi. Birinchi navbatda 55 yoshdan oshgan ayollar va olimli yoshga yaqinlashgan yoki undan oshgan erkaklar o'z pensiya huquqlarini tekshirtirish kerak. O'zbekistonda yoshga doir pensiya masalasida umumiy tartib bor, lekin ayrim kasblar, zararli mehnat sharoiti, ko'p bolali onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, harbiy yoki maxsus xizmatda ishlaganlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar bo'yicha alohida holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 75 ga kirdim. Bo'ldi yoki men hali darimga kirmadim, menga aloqasi yo'q deb xulosa qilish noto'g'ri. Masalan, birinchi holatni olaylik. 57 yoshli ayol pensioner bor. U pensiyaga chiqqanda faqat mehnat daftarchasida ko'ringan staj hisoblangan. Lekin u 1990 yillarda bir korxonada 4 yil ishlagan, korxona keyin yopilgan, hujjatlari arxivda qolgan. Pensiya tayinlash paytida bu staj topilmagan. Agar u hozir arxivdan ma'lumotnoma olsa va pensiya jamg'armasiga pensiyani qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Faraz qilaylik, uning pensiyasi 20 million 120 ming so'm bo'lgan. Qo'shimcha staj tasdiqlansa, pensiyasi 60 ming yoki 1 ming so'mga oshishi ehtimoli bor. Bu bir oyda kichik ko'rinadi, lekin bir yilda 960 mingdan 1 million 800 ming so'mgacha farq qiladi. Agar qayta hisoblashda avvalgi davr uchun ham to'lov belgilansa, yana alohida summa chiqishi mumkin. Ikkinchi misol, 62 yoshli erkak pensiya oladi, lekin pensiyasi past. U men ko'p ishlaganman, nega kam chiqdi deb hayron. Tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, ayrim yillardagi ish haqi bo'yicha ma'lumot to'liq kiritilmagan. Eski korxonadan yoki arxivdan maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma topilsa, pensiya bazasi o'zgarishi mumkin. Ba'zan odamning staji yetarli bo'ladi, lekin ish haqi ko'rsatkichi past olingan bo'ladi. Pensiya hisobida faqat necha yil ishlagani emas, qaysi davrda qancha rasmiy ish haqi olgani ham muhim.
Shuning uchun eski maosh ma'lumotlari juda qadrli hujjat hisoblanadi. 3-misol. Pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, turmush o'rtog'i vafot etgan. U kommunal to'lovlarni o'zi qiladi. Dori-darmon xarajati ko'p. Bunday holatda faqat pensiya masalasi emas, ijtimoiy yordam, moddiy yordam, mahalla orqali ko'mak, ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali aniqlanadigan yordamlar ham tekshirilishi kerak. Ko'p odam men uyalmaymanmi deb murojaat qilmaydi. Men ekspert sifatida aytaman, bu uyaladigan masala emas. Agar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmi bor bo'lsa, u aynan shunday odamlar uchun yaratilgan. 4-misol. Bir pensioner bank kartasi orqali pensiya oladi, lekin bank taklif qilayotgan cashback, foizli qoldiq, bepul SMS xabarnoma yoki imtiyozli to'lovlardan xabarsiz. Masalan, kartada har oy o'rtacha 500 ming so'm qoldirib yuradi. Ayrim banklarda nafaqaxo'rlar uchun alohida shartlar bo'lishi mumkin. Kommunal to'lovda komissiyasiz to'lash, dorixona yoki oziq-ovqat xaridida cashback, kartani bepul almashtirish. Har bir bankda shartlar boshqacha. Shuning uchun buni o'z bankingizdan so'rashingiz kerak. Bu ham pul. 20 ming so'm cashback, 25 ming so'm komissiya tejalishi. 30 ming so'm ortiqcha xizmat to'lovi bekor qilinishi, oy oxirida 70 ming so'm farq qilishi mumkin. 5-misol. 7-5 yoshdan oshgan, lekin hali pensiya rasmiylashtirmagan ayol bor. U men stajim yetmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Rasmiy ishlagan davrlar, ayrim holatlarda bola parvarishi davrlari, harbiy xizmatga oid davrlar, ta'lim yoki boshqa qonuniy asoslar bo'yicha hisobga olinadigan vaqtlar. Har bir holat alohida tekshiriladi. Agar u tekshirilmasa, pensiyaga chiqish imkoniyatini kechiktiradi. Kechiktirilgan har bir oy esa yo'qotilgan pul degani. Kimlar albatta tashvishlanishi va tekshirtirishi kerak? Birinchidan, pensiyasi juda past bo'lganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlari chala, muhrlar noaniq yoki ish joylari yopilib ketganlar. Uchinchidan, sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrikalarda ishlaganlar. To'rtinchidan, 1990-yillar va 2000-yillar boshida bir nechta joyda ishlaganlar. Beshinchidan, nogironligi bor pensionerlar yoki parvarishga muhtojlar. Oltinchidan, turmush o'rtog'i vafot etgan va boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqi bo'lishi mumkin bo'lganlar. Yettinchidan, farzandlari bilan yashasa ham daromadi juda past oilalarda istiqomat qiladigan pensionerlar. Kimlar kamroq xavotir qilsa bo'ladi? Agar siz yaqinda pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq chiqqan bo'lsa, pensiya hisob-kitobi bilan tanishgan bo'lsangiz, arxiv ma'lumotlaringiz kiritilgan bo'lsa, qo'shimcha imtiyozga asos bo'lmasa, sizda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirtirish foydali. Chunki xatolar faqat eski hujjatlarda emas, elektron bazalarda ham bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, hamma pensionerga avtomatik pul tushadi degan gaplarga ishonmang. Agar kimdir sizga sentyabrda hamma 25 yoshdan oshganlarga falon summa berilar ekan desa, darhol rasmiy manbani so'rang. Rasmiy manba nima? Pensiya jamg'armasi xabari, hukumat qarori, prezident farmoni yoki qarori, my.gov, uz, davlat xizmatlari markazi, mahalla va ijtimoiy himoya organlarining tasdiqlangan ma'lumoti, Telegramdagi noma'lum kanal, qo'shnining gapi yoki bir tanishim aytdi. Bu asos emas. Ikkinchi tuzoq firibgarlar. Pensionerlar moliyaviy yangilik eshitganda, ayrim firibgarlar darhol faollashadi. Ular telefon qilib, sizga sentyabrda qo'shimcha pul chiqdi. Kartangiz raqamini ayting. SMS kodni ayting. Plastik kartangizning orqa tomonidagi kodni ayting deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodni, bank kartaning to'liq ma'lumotini, PIN kodni hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki davlat idorasi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar haqiqatan ham to'lov bo'lsa, u rasmiy tartibda ariza yoki mavjud ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Uchinchi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim pensiyani oshiradi deb o'ylamang. Ko'p holatda oshiradi, lekin hujjatlarni noto'g'ri topshirish, noto'g'ri davrni ko'rsatish yoki avval hisobga olingan ma'lumotni qayta taqdim etish natija bermasligi mumkin. Shuning uchun murojaatdan oldin nimalar allaqachon hisobga olinganini bilib oling. Pensiya tayinlanganda hisobga olingan staj va ish haqi davrlari haqida ma'lumot so'rang. Shunda siz aynan qaysi bo'shliqni to'ldirish kerakligini tushunasiz. 4-nozik jihat, arxiv hujjatlari.
Eski korxona yopilgan bo'lsa, bo'ldi. Endi hech narsa qilib bo'lmaydi demang. Ko'p korxonalarning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxivlariga topshirilgan bo'ladi. Ba'zan nomi o'zgargan bo'ladi. Masalan, avval zavod bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyati bo'lgan, keyin tugatilgan. Siz arxivga murojaat qilganda korxonaning eski nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, iloji bo'lsa bo'lim yoki sex nomini yozing. Men bir paytlar ishlaganman deyish yetarli emas. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topilish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 5-nozik jihat yashash joyi va ro'yxat. Ijtimoiy yordamlar ko'pincha oilaning tarkibi, ro'yxatda kimlar borligi, daromadlar, mulk, yashash sharoiti kabi mezonlarga bog'liq. Masalan, pensioner amalda yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda katta daromadli farzandi turibdi. Tizim buni hisobga olib yordamni rad qilishi mumkin. Yoki aksincha, farzand ro'yxatda bor, lekin boshqa joyda yashaydi. Oilaviy holat murakkab. Bunday vaziyatda mahalla ijtimoiy xodim yoki tegishli organ orqali holatni hujjatlar bilan tushuntirish kerak bo'ladi. 6-nozik jihat, nogironlik va parvarish. Agar pensionerning sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa, o'zi yurib tura olmasa, doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, faqat oddiy pensiya bilan cheklanmaslik kerak. Tibbiy ko'rik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, parvarish bo'yicha huquqlar, dori-darmon yoki reabilitatsiya vositalari bo'yicha imtiyozlar tekshirilishi kerak. Ba'zan oila faqat o'z kuchi bilan qiynalib yuradi. Aslida esa rasmiylashtirilsa, qo'shimcha yordam mexanizmlari bor. 7-nozik jihat. Pensiyani bank orqali olish. Ba'zi pensionerlar naqd pulni afzal ko'radi, ba'zilari karta orqali oladi. Karta qulay, lekin xavfsizlikni bilish kerak. Bankomatdan pul olayotganda begona odamdan yordam so'ramang. PIN kodni baland ovozda aytmang. Kartani boshqa odam qo'liga bermang. Agar SMS xabarnoma pullik bo'lsa, bankdan tarifini so'rang. Agar sizga keraksiz xizmat ulangan bo'lsa, uni o'chirtiring. Bu ham tejalgan pul. 8-nozik jihat, muddatlar. Ayrim to'lovlarda ariza bergan kundan boshlab hisoblanadi. Ayrimlarda huquq paydo bo'lgan davrdan, ayrimlarda esa hujjat to'liq topshirilgan kundan. Shu sababli keyingi oy boraman deb yurish zarar. Agar sentyabrda hujjat topshirsangiz, to'lov sentyabrdan yoki keyingi davrdan hisoblanishi mumkin. Agar dekabrgacha kutib yursangiz, 3 oy yo'qotishingiz mumkin. Har bir to'lov bo'yicha muddatni alohida so'rash kerak. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi yoki MyPoka.Kufuf uz orqali mavjud xizmatlarni tekshirib ko'ring. Siz so'rashingiz kerak bo'lgan asosiy narsa pensiyamni hisoblashda qaysi ish stajlari olingan, qaysi ish haqi davrlari olingan, qaysi davrlar hisobga olinmagan, qayta hisoblash uchun nima yetishmayapti. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Eng muhim hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat yoki maxsus xizmatga oid hujjatlar, nikoh va o'lim guvohnomalari, agar boquvchisini yo'qotganlik masalasi bo'lsa, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, yashash joyi va oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar. 3-qadam, ariza yozing. Arizada oddiy va aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Pensiya tayinlashda hisobga olinmagan falon yillardagi ish stajim va ish haqi ma'lumotlarimni qo'shishni so'rayman. Agar qaysi davrni nazarda tutayotganingizni bilsangiz aniq yozing. 1998 yildan 1993 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim. Agar ish haqi ma'lumotini topshirsangiz, falon yillar uchun ish haqi ma'lumotnomasi ilova qilinadi deb yozing. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang. Qabul qilingan sanasi qayd etilgan bo'lsa yanada yaxshi. 4-qadam, mahallaga va ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Agar daromadingiz yetmasa, yolg'iz yashasangiz, dori-darmon xarajati ko'p bo'lsa, isitish, elektr, gaz yoki boshqa xarajatlar qiynasa, mahalladagi mas'ul xodimga holatingizni tushuntiring. Menga qanday yordam turlari bor? Qaysi hujjat kerak? Ijtimoiy himoya reyestriga kiritilishi mumkinmi deb so'rang. Juda ko'p odam aynan so'ramagani uchun yordamdan chetda qoladi. 5-qadam. Bankingizga boring yoki rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. So'rang, men pensionerman, mening kartam bo'yicha qanday imtiyozlar bor? Kommunal to'lovda komissiya bormi? Cashback bormi?
SMS xabarnoma narxi qancha? Keraksiz pullik xizmatlar ulanganmi? Pensiya kartasini almashtirish yoki xizmat ko'rsatish bepulmi? Bank xodimidan hammasini yozib berishni yoki tarifni ko'rsatishni so'rang. Og'zak gap bilan cheklanib qolmang. 6-qadam, oilangiz bilan xavfsizlik qoidalari kelishib oling. Ayniqsa keksa ota-onangiz bo'lsa, ularga tushuntiring. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Telefon orqali karta ma'lumoti berilmaydi. Pul tushirib beramiz degan havollarga bosilmaydi. Bank xodimi bo'lib qo'ng'iroq qilgan odamga ishonilmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol farzandiga, bankning rasmiy raqamiga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilsin. 7-qadam, hamma javoblarni yozib boring. Qaysi idoraga qachon bordingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Qaysi hujjat so'raldi? Ariza raqami qanday? Javob muddati qachon? Bularni daftar qilib yozing. Pensionerlar ko'pincha borib keldim, yana boshqa hujjat dedi deb charchab qoladi. Agar hammasi yozilgan bo'lsa, jarayonni nazorat qilish osonlashadi. 8-qadam, rad javobi olsa ham to'xtamang. Agar sizga tegishli emas deyishsa, yozma javob so'rang. Yozma javobda nima sababdan rad etilgani ko'rsatiladi. Sababni bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Hujjat yetishmagandir, ma'lumot bazada chiqmagandir, ro'yxat masalasi bordir, daromad noto'g'ri ko'ringandir. Og'zak rad javob bilan uyga qaytib ketish ko'p holatda odamni o'z haqqidan mahrum qiladi. 9-qadam, sentyabr oyini nazorat oyi qilib oling. Aynan sentyabrda ko'p oilalar yozdan keyin xarajatlar ko'payganini sezadi. Maktab, qish mavsumiga tayyorgarlik, kommunal qarzlar, dori-darmon. Shu oyda pensiya va imtiyozlaringizni tartibga solib olsangiz, keyingi oylar yengillashadi. Men tavsiya qilaman, bir hafta ichida hujjatlarni ko'rib chiqing. 2-haftada pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. 3-haftada arxiv yoki eski ish joylari bo'yicha so'rov yuboring. 4-haftada mahalla va bank masalalarini tekshiring. 10-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Qaysi eshikdan kirishni bilmaydi. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, onangiz, otangiz, buyingiz, bobongizning hujjatlarini bir ko'rib bering. Ularning pensiya hisob kitobida xato bo'lsa, bu bir oy emas, yillar davomida yo'qotilgan pul bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, sentyabrdagi yoqimli moliyaviy imkoniyat shundan iboratki, 25 yoshdan oshgan va pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar o'z huquqlarini tekshirtirib, pensiyani qayta hisoblatishi, qo'shimcha staj va ish haqi ma'lumotlarini kiritishi, ijtimoiy yordam va imtiyozlardan foydalanishi, bank xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil summa degani emas. Lekin har bir pensioner uchun tekshirishga arziydigan real imkoniyat. Asosiy qoida oddiy. Rasmiy manbaga ishoning, hujjatingizni tekshirtiring, ariza yozishdan qo'rqmang. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling va o'z haqqingizni talab qiling. Ba'zan qo'shimcha 2000 so'm ham pensioner uchun katta yordam. Ba'zan esa arxivdan topilgan bitta ma'lumotnoma pensiyani ancha oshirib yuboradi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya bo'yicha shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz, qanday muammo bor, pensiyani qayta hisoblatganmisiz, qo'shimcha to'lov olganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun eshitilgan bitta foydali maslahat ertaga oilangiz byudjetiga real pul bo'lib qaytishi mumkin.